Men bundan buyon Amonga sajda qilmayman. Men yagona Xudoga iymon keltiraman. Men yagona Xudoga, samolarning parvardigoriga ishonaman. Misr xalqining diniga hech qanday aloqam yo'q. Hammaning tanlovi ixtiyoriy. Har kim o'zi istaganini tanlaydi. Nima deyapsan, Amenhotep? Bu nimani anglatadi? Bas qiling, volidam. Bas qiling va joyingizga o'tiring. Siz rohiblar, bu haykalni olib tashlang. Akhenaton saroyiga bundan buyon va abadul abad Amon kerak emas. O saroyda bundan buyon ibodatxonasi ham bo'lmaydi uni. Sizlarga aytayapman, bu haykalni olib tashlang. Butun koinot irodasi izmida bo'lgan Xudoga